Assalomu alaykum vatandoshlar, yurtdoshlar, bizni musofirda kuzatayotgan qarindoshlar, aka-ukalar hamda Makler Otabek YouTube kanali kuzatib boruvchilar. Hozir turgan lokatsiyamiz Termiz shahar Islom Karimov ko'chasi yonida qurilgan 16, 12, 14 qavatli uylarning 6-qavatida bo'lib turibdi. Bu yerda jami umumiy maydoni 34 kvadratni tashkil qilayotgan kvartiramiz, bir xonali kvartiramiz sotuvda. Boshlang'ich narxi 59 million so'm. Oylik to'lov krediti esa 3 million 567 ming. Bir xil o'zgarmas chiqadi. Bankda esa qolayotgan asosiy qarzi 230 million so'm. Keling, uyni bir planirovkasini ko'rsatib o'taylik. Orqamda turgan, ya'ni bu tashqi eshikdan kirganda o'ng qo'l tomoniga o'sha bitta xonasi, chap qo'liga esa sanuzeli. Mo'ra uylarining 70-80% sanuzeli birgalikda, ya'ni hojatxona, vannaxonasi birgalikda. Oxirgacha kafillangan, hali to'liq remonti bitmagan, xudo xolasa bir oy ichiga topshiramiz deyapti. Va to'g'riga sanuzeli joylashgan. Oshxonasi, huzur oshxonasi joylashgan. Keling, xonasining o'lchamlarini, kredit grafiklarini Telegram ijtimoiy tarmoqlarga chiqaramiz. Bizdan bir xonali kvartira so'ragan obunachilar bor edi. O'tgan safar chiqargan bir xonaligimizga ulgurmadim degan mijozlar bor edi. Mana shunaqangi bir xonalik uy izlab yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yinglar. Mana bu yil sotdilaring, piyozni ham, kartoshkani ham sotdilaring, mana uy so'radlaring chiqaryapmiz. Uyning hovlisini ko'ryapsizlar. 16, 14, 12 qavatli domlar tashkil qilyapti. Lokatsiya zo'r. Yashil Dunyo savdo majmuasiga peshkom boradigan bo'lsalaring 3-4 daqiqalik yo'l. Maktab, bog'cha so'raganlarga 26-18 maktab 5 daqiqalik yo'l peshkom yuradiganlar uchun. Mana bu yerda ikkita universitet joylashgan. Bosh to'lovi 59 million so'm. Ulgurib qolinglar. 12 qavatli domlarning 6-qavatida bo'lyapti. Umumiy maydon 34 kvadrat. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak. Chiqarayotgan kreditli uylarimizda kreditga chiqqan uylar, ya'ni bankda qolayotgan krediti 260 million yo 230 million. Mana shuni uy olaman degan mijozlar telefon qilib so'rayapti-da. Biz oyiga yopadigan 3 million yoki 4 million kreditimiz o'sha 230 milliondan yo 260 milliondan ajralib ketiladimi? Yo'q, bu 260 million so'm uchun chiqadigan oyma-oy o'zining krediti bor, bank foizi. Bu rassrochka emas, bu bo'lib to'lash emas. Bu qarz emas, bu kredit. O'shaning uchun kreditli hozir chiqarayotgan uylarimizni qancha tez yopsalaring, qancha ertaroq kreditini bankdagi qarzdan 30-40 million uzib tashlasalaring, o'zlaring cho'ntaklaringga shuncha foyda qilgan bo'lasizlar. Bu uyga uchun boshlang'ich to'lov 59 million, bankda esa asosiy qarz 230 million. Oyma-oy chiqadigan krediti 3 million 567 ming. Bog'lanish uchun nomer aytamiz: 99 kodi bilan 347 1020 raqamiga chiqasizlar. Chetda yurgan musofir aka-ukalarimiz uchun WhatsApp, Telegram, imo barchasi ishlayapti. Kimga mana shunaqangi uy kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha qarindoshlaringga, tanishlaringga jo'natib qo'yinglar. O'z fikrlaringni kommentda qoldiringlar. Har bir bildirilayotgan fikr biz uchun qadrli hisoblanadi. Mana shu videoga bitta like tugmachasini bosing. Keyingi foydali videolar, kontentlarda sizlar bilan uchrashguncha salomat bo'ling. Video davomida Makler Otabek jamoasi bo'ldi sizlar bilan.